Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yashilmasga kanali obunachilari, aziz yurtdoshlar, aziz dehqonlar, aziz obunachilar. Xudo xolasa bu yil 2026-yil 22-marta inshaalloh ishlarni boshladik. Ko'rib turganlaringdek bu Teplisamiz issiqxonamizdagi koreyskiy solxang matichning ona ko'chatlarini ekishni boshladik. Ko'chat olishga ko'rib turganlaringdek mana joylarimiz shaxmat qilib ekilgan. Bular 18 dan o'rtasi 30 bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek mana ona ekilayotgan ona ko'chatlarni ham sizlarga ko'rsatib ketish uchun mana hammasi bir xil holatda. Ko'rib turganlaringdek bay tozalanmagan. Endi bular o'sha ekilgandan keyin tozalanib ketadi. Mana bittasini olsa ikkitasi chiqib ketyapti. Mana ko'rib turganlaringdek mana shunaqa holatda. Bittasini yana olib ko'rsataman desam ham mana holatini ko'rib turganlaringdek. Bo'ylari baqacha o'sib ketmagan. O'sha bular qishi bilan uxlatdik bularni ochiqda. O'sha bu yog'iga mana go'xarlar ideal. Bu hammasi efik ko'chatlarimiz. Ko'rib turganlaringdek mana shunaqa holatda yerlar tayyorlandi. Yer yumshatishda haydaldi. Xudo xolasa ko'rib turganlaringdek mana shunaqa holatda mana holatlarni ko'ryapsizlar o'zingizlar. Mana ekilish holatlarini ham ko'rsatib ketaman sizlarga. Uzun qator. Bu yog'imiz eniga 30, bu yog'iga 18 dan ekildi. Chunki biz tushuntirib o'tib ketaman, hosil olmaymiz. Bo'yini baquvvat qilib o'stirgandan keyin biz faqat mana yollari keng, yollari kaseta qo'yilib, biz bundan ko'chat olamiz. Shamol aylanish sistemasi yaxshi bo'lsa, yaqin kursanglar bo'ladi. Kasalligiga, profilaktikasiga, hammasiga qarasanglar, bemalol yaqin kursanglar bo'ladi. Endi u misol uchun 20-25 qilib eka bir xil bu koreyskiy 20 normalniy. O'shani ko'rayotganinglardek holatiga shunaqa ekilgan mana. Tepadan olib ko'rsataman mana. Shaxmat qilib ekilgan hammasi 30 ga 18, 17, 18 qilib ekilgan. Mana shunaqa holatda. O'sha bu yoq mana 2 bo'lindi. Bu yoq yarmi. Ko'rib turganinglardek hammasi xudo xolasa bularga tomchilab sug'orish sistemasi qilinadi. Mana go'xari ko'milmagan, ko'rayotganinglardek. Mana hammasi idealniy holatda. Bunaqasiga yana aytib ketaman. 30, bunaqasiga 18, 17 shaxmat qilib ekilgan. Xudo xolasa ona ko'chatlarni ekdik. Bu yilgi zakazlarimiz ko'p. Qolgan sortlar ham bu koreyskiy sortimizdan koreyskiy solxang F2 Kingsbury sortlar ekiladi. Hammasi ona ko'chatga. Italyanskiy sortlarimizdan Murano, Albion, Alba, Clary, xudo xolasa bu yog'iga davomiy bo'ladi. Ozgina orada uzilish bo'lib qoldi. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Inshaalloh bu yog'iga davomiy bo'lib, o'zimizda eski dehqonlar, eski kuzatuvchilar bor. O'zingizlar ko'rib, kommentariyaga poddeshka qilib, qo'ldan kelgancha like bilan podpisatsiya bosib, inshaalloh bu yog'iga poddeshka qilib yordam beraverasizlar. Aktivimiz ancha tushib ketgan, ko'tarib olishga harakat qilamiz. Bu yog'iga qo'ldan kelgancha nima ma'lumot bo'lsa, nima yengillik bo'lsa, inshaalloh yengilliklar davomiylik oldinda hali kuzatib tursanglar, inshaalloh hammasini qo'yib boramiz. Xudo xolasa mana shu holatda ekishni boshladik. Sizlarga har bitta yengillikni ulashib turaman. Xudo xolasa 48 talik kasetada qilingan ko'chatlar. Bular 200 kunlik ko'chat ekilyapti o'sha. Xudo xolasa kuni yoshini katta qilib ekamiz. Chunki ona ko'chatga ekilyapti. Xudo xolasa videolarni oxirigacha ko'rib, o'zingizlar nima savolinglar, nimaga tushunmayotgan, nimaga qiziqishinglar bo'lsa, hammasini kommentariyada yozib ketsanglar, inshaalloh qo'ldan kelgancha ilmimiz yetguncha savolinglarga javob berishga harakat qilamiz. Like bilan podpisatsiya bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.